O'zbek shou-biznes olamida o'ziga xos o'rin tutgan Ra'no Yarasheva haqida muhim xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Bir necha yillar avval san'at orasida Ra'no Yarasheva hoji ona bo'lgach, san'atni tark etibdi, endi kinolarda o'ynamas ekan. Ra'no Yarasheva va aktyor Yodgor Sa'diyevning to'yi bo'libdi kabi mish-mishlar keng tarqalib ketgan edi. Bularga javoban Ra'no Yarasheva shunday degan: "Xabaringiz bor, fevral oyida Umra ziyoratiga borib keldim. Turli tadbirlar, ijodiy kechalarga ro'mol o'rab borayotganimni hazm qilolmayotganlar ham bor. San'atni tark etganim yo'q, bunday niyatim ham mavjud emas. Teatrda bir qancha sahna asarlarida ishtirok etyapman, ammo kinofilmlarga haligacha takliflar bo'lmadi. Menga ma'qul keladigan ssenariylar qo'limga tushsa, bajonidil rozi bo'laman." Ochig'i, Yodgor aka bilan oila qurganimiz haqidagi gaplarni eshitib ajablandim. Bir necha kundan beri shu so'zlardan boxabar bo'lgan sodda muxlislarim qo'ng'iroq qilib tabriklashyapti ham. Yodgor Sa'diyev bilan aka-singildekmiz, hamkasbmiz xolos. Oramizda bunday bo'lmag'ur mish-mishlarni keltirib chiqaradigan hech qanday asos yo'q. Kimlarningdir nomini qora qilib bo'xton tarqatadiganlar bu orqali nimalarga erishar ekan? Hayronman. Bu kabi insonlarga Yaratgandan faqatgina insof so'rayman, deydi aktrisa Ra'no Yarasheva. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.